holatda xavfli bo'lishi mumkin. Joylashgan joyiga qarab, qon tomiri bilan ta'minlanishiga qarab. Endi hozir meni miomangiz kattaroq, faqat miomaga kirmayapti-da, bu qon tomir. Endometriyning ichiga ham kirib ketyapti. O'shaning uchun qon kelyapti sizdan. Bu sizga signal bo'lishi mumkin dedik boya, chunki biz возрасты katta, menopauza, klimakterik perioddagi ayollardan qon kelsa qo'rqamiz. Xavfli holatlar bormi? Chunki organizm murakkab yaratilgan. Ichida ortiqcha narsa bormi? Qisqaradida, qon ketkazishga harakat qiladi, belgisini beradi. Tug'maysiz-ku, olib tashlash kerak buni. Chunki ertaga bu qaytmas proseslarni olib keltirib qo'yadi. Qo'shni a'zolarni zararlantirib qo'yishi mumkin. Hali to'qimaning tarkibini bilmaymiz, lekin bu oziqlanyapti, baribir qon tomiri bor. O'shaning uchun analizingiz agar yaxshi chiqadigan bo'lsa, kesmasdan laparoskopicheskiy lazer deysizlar-ku, 3 ta joydan teshib kirib bu joyni olish kerak. Вообще buni 5 yil oldin qilishingiz kerak edi. Hozir bitta o'sha payt qilish kerak edi. No hali ham organlar tinch, hali ham kech emas. Shuni qilasiz, qutulasiz bu muammodan.